esitamiz. Kesib qancha millat elatni, ko'rib qaytdim qancha odamni. Topolmadim joniga rohatni, ona yurtning bo'yi boshqacha, o'zbegimning to'yi boshqacha. Davradagi fayzi nurga qarang, tillaridagi shukurga qarang, kimning xayol o'yi boshqacha, o'zbegimning to'yi boshqacha. Assalomu alaykum. Bugun erta tongdan yaxshi niyatda uyg'onib, muborak yakshanba sanasida, dam olish kunida bugun shunday bir chiroyli xonadonni xursandchiligiga yetib kelgan aziz mehmonlar. Nuroniy otaxonlarimiz, mo'niz mehribon onaxonlarimiz, aka-ukalar, opa-singillar, qarindosh-urug'lar, amma-xolalarimiz, qo'ni-qo'shnilar, qudandalar. Avvalo barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun Parvardigor nasib qilgan mana shunday bir chiroyli sanada sog'lik, salomatlikda, xotirjamlikda ko'rishlik yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Albatta, bu bejizga emas. Bugun hammamizni mo'jaz bir xonadon sohibalari o'zlarining eng yaxshi kunlariga to'g'ridan-to'g'ri chorlagan birgalikda bugun demak ajoyib insonlarni, ya'ni kim Shernazarovlar ahlining quvonchiga sherikmas. Avvalambor Shernazarovlar xonadoniga to'ylar muborak bo'lsin. Biz uchun tabarruk bo'lgan aziz xonadonda bugun barchamiz mehmonmiz, ya'ni rahmatli Isroil otamizning xonadoni. Otamiz ruhlari shod bo'lsin, haqlariga duodamiz. Chin ko'ngildan mana shunday savoblarni, duolarni yo'llab qolamiz otamizning ruhi poklariga. Va shu o'rinda aytamizki, bugun mana shu to'yga bosh bo'lib turgan onaxonimiz, demak barchamizga bugun peshvoz chiqib turgan Karomatxon onamizga nevara to'ylar qutlug' bo'lsin deymiz. Onajonimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, doimo shunaqangi to'ylarni, yaxshi kunlarni boshida tursin. Yana to'yimizda qator insonlar esa bugun bilamizki, ajoyib insonlar bor, ya'ni bular Tolibjon akam hamda Gulbahor opamlar ham bugun jondan aziz farzandlarini baxtli kuniga barchani chorladi. Tolibjon aka sog' bo'ling. Yanga bilan qo'sha qaring, doim farzandlarning to'ylarini, yaxshi kunlarni ko'rib yurishdan hech qachon charchamang deb to'y boshlarimizni ham qutlab o'tamiz. Va mana shu to'y sabablari esa bugun kelin-kuyovlar Mohinurxon qizimiz hamda Jamshidjon kuyov to'ramiz. 2 yosh baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin, qo'sha qarasin. Ilohim serfarzand bo'lsin, kelasi yil mana shunday chiroyli kunlarda ota-onalik baxti nasib qilib, farzandlarimiz beshik to'ylariga ham bizni chorlash aynan ushbu yoshlarimizga nasib etsin deymiz. Shunday go'zal tilaklar bilan bugungi shodiyonamizni rasman ochiq deb e'lon beramiz. Mehmonlarga, dasturxonlarga marhamat qiling deymiz. Endi bugun to'y, bugun xursandchilik. Demak, mana shunday xursandchilikni bugun barchamiz ham o'ynab kulib ko'ngildagidek qarshi olishga ahd qilganmiz. Shu jumladan biz ham bugun rizqimiz qo'shilib xizmatda bo'lish nasib etgan ekan, biz ham imkon qadar bugun mehmonlarni o'ylaymizki befarq qoldirmaymiz. Buning uchun esa guruhimiz sardori, xonanda do'stimiz Dilmurodjon Shodiyev boshchiligida bizning ijodiy jamoa sizlar uchun eng sana chiqishlarni uzatib boradi. Marhamat qilib qo'shiqlarimizni taqdim etamiz.